تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Mümin nimini tatbiqlaydı hayatı. Bu isimden qandaq menfaat aldı, qandaq nesip alıdı mümin bu isimde. Allah'ın ahlakını qandaq özüge özleştirişi kerak degan bir nokta qilib qoldi, eng oxirgi nokta. Biz bilgan Muhaymin ismini o'rgandik. Hammani bilguvchi. Eng inchki taraflargacha bilguvchidir Rabbimiz. Ajoyib butun nasl kontrol qiluvchi. Hamma jihatdan bilib turuvchi. Xo'sh, undaq bo'lsa, bundaq bir ilohning, bundaq bir parvardigorning Robbi bandasi bo'lgan ekansan, quli bo'lgan ekansan, undaq bo'lsan ham agar shu Muhayminni tunigan bo'lsang, sen o'zingning ahvolining eng inchki nuqtasigacha o'zingning ahvolini bilishing kerak. Kerak bilishing. O'zingning holini, nafsingning holini bilish kerak. To'xta. Mening bu hozirgi holimdan Rabbim rozimi, rozi emasmi? Men qaysi holatda yashayapman? Menda kasal bormi, yo'qmi? Menda haq yo'ldan ezish bormi, yo'qmi? Menda o'zimdan ajablanish bormi, yo'qmi? Menda mag'rurlik, Allohning chegirlaridan o'tib ketish bormi, yo'qmi? Mening Allohga aytgan iymonim yetarlikmi, yetarlik emasmi? Buni cho'qim bilishing kerak ey mu'min. Buni cho'qim bilishimiz kerak ey qarindoshlar. Agar Muhaymin Robbimizni tunigan bo'lsak, bilgan bo'lsak, buning foydasini oladigan bo'lsak, buni biz cho'qim bilishimiz kerak. Qalbimizning ahvolini, o'zimizning nafsining ahvolini, o'zimizning kirim chiqim ahvollarimizni, na'dan kirim qilyapmiz, na'ga qanday yo'lga chiqim qilyapmiz, boshqalar bilan bo'lgan muomalamizni, badanimizning qanday Allohning yo'liga qanday xizmat qilayotganligi, to'g'ri xizmat qilyaptimda, qilmayaptimda, buni bilishimiz kerak. Ha? Mu'minning Allohning axloqini o'ziga o'zlashtirishining jumlasi nima deganda, Al-Muhaymin ismini o'ziga o'zlashtirishining jumlasi nima desa, u chuqum o'zining ahvolining Rabbini rozi qiladigan darajadami yoki g'azab qiladigan, g'azablantiradigan darajadami? Buni chuqum bilish kerak. Buni bilmay turib mumkin emas, qadrli qarindoshlar, mumkin emas, ha? Mumkin emas. Buni bilish uchun inson chuqum ilm so'rovlarida o'ldirish kerak. Mu'min bu o'zining ahvolining qanday vaqt ekanligini bilish uchun chuqum diniy dars olish kerak, o'qish kerak. Bugun kunda shunchalik fursatlar ko'p. Mayli internetdan bo'lsin, mayli kitob materiallar bo'lsin, Rabbimizning dinini tushunishingiz kerak, bilishingiz kerak. O'zingiz e'tiqod qilayotgan, men musulmon deyotgan kishi chuqum o'zining nimaga e'tiqod qilayotganligini, nimaga cho'qinayotganligini, qanday ilohga cho'qinayotganligini, qanday payg'ambar ümmet ekanligini buni chuqum bilish kerak, tekshirish kerak, o'rganish kerak. Buni shu ilm majlisida, ilm egalaridan o'rganmay, kitob ko'rish, o'qish orqali bilmay turib, halol haromni bilmay turib, halol nima, harom nima buni bilmay turib, to'g'ri qaysi, xato qaysi buni o'rganmay turib bilishi mumkin emas, qadrli qardosh. Qaysi axloqning go'zal axloq ekanligi, qaysi axloqning yomon axloq ekanligi, qanday yo'lning insonni poklaydiganligi, qanday yo'lning buzadiganligini bilmay turib, badanlarning jinoyatlarini bilmay turib, qalblarning jinoyatlarini bilmay turib, qalblarni poklamay turib bilishi mumkin emas. İnson ham o'zini poklashga, o'zimda xatolik bo'lgan deb o'zining oldi bilan bu xatolik bor ekanligidan iborat diagnozni oldi bilan qo'ymay turib, o'zidagi xatolikni tasbit etmay turib, isbotlab chiqamay turib, manda xatoliqim bor ekan deb buni bilib olmay turib, xatolikni o'ngishga tuzishi ham mumkin emas. Mumkin emas, chuqum bilish kerak, oldi bilan o'zining xatoligini bilishi kerak, uning keyinda uni tuzashdan yo'liga minish kerak. Shuning uchun chuqum o'rganishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Özümüzün qalblarimizni, bütün bedellerimizni, javarih bedellerimizni cinayetten paklashimiz, qalblarimizni Allohdan boshqa hamma narsadan paklashimiz, bu intayin muhim bir narsa. Özümüzün fikir, aqida, düşüncelerimizni buzuq, xurafi, har xil vahima, bid'at narsalardan pokiz tozalashimiz, safsatlardan tozalashimiz, ilm, mikr,
aldamchilik, buningdek buzuq fikrlardan, tushunchalardan tamamen paklashimiz kerak qadrlarimizlar. Ana shu vaqtda biz haqiqiy qalbi sog'lom mu'minlardan bo'lamiz. Va Rabbimizning Muhaymin ismini tatbiqlagan, Muhaymin ismini o'ziga o'zlashtirgan mu'minlardan bo'lamiz qadrli qarindoshlar. Ammo qarasangiz, haftaning juma kunisi masjidga berib qo'ydigan, yetkas namoz o'qib qo'ydigan, yoki bu bir namoz o'qiydigan bir do'stini tepasida namoz o'qib, uning kendidan 2 kunni o'qib 4-kun tashlab qo'ydigan, bu shaklda o'zgarib turadigan, birdan manda qolib ketadigan, birdan manda qolib qoladigan, bu shaklda davom qilishi, bu shaklda mengishi, demak u hech bir shaklda Rabbini tunimaydi. Hech bir shaklda Rabbini tunigan inson emas ekanligini ochiq ko'rsatib berdi qadrli qarindoshlar. Hargiz mu'min undaq birdan anda qolib qolib, birdan manda qolib qolmaydi. Cho'qim naydi, davomli Rabbiga yuksalgan holatda, davomli go'zallikka intilgan, go'zallikka yuzlangan, darajama o'rlagan holatda bo'ladi. Uning keyindan yana qadrli qarindoshlar, biz ahvolimizni bilish, o'zimizning bu ish harakatlarimizni o'ngshash, bu istiqomat to'g'ri yo'lda mustahkam menish, bu chunki biz Rabbimizga ahdi bergan, har bir musulmon Allohga ahdi bergan mu'min bo'lish sifatimiz bilan bu shaklda menish bizning majburiyatimiz. Uningdan yuqori bo'lgan narsa Allah subhanahu va taologa kishilarni da'vat qilish, boshqalarni da'vat qilish, qarindoshlarimiz, do'stlarimizni da'vat qilish, o'g'itish, ularni to'g'ri yo'lga kirgizish uchun harakat qilish. Allohga bergan ahdimizni unutmaylik qadrli qarindoshlar. Boshqalar bilan bo'lgan muomalada go'zal muomala qilib, naiti güzellik bilan o'zimizni isloh qilib bo'lgandan keyin boshqalarni isloh qilishga eng go'zal shaklda harakat qilishimiz kerakligidan iborat. Bu nuqtani hargiz va hargiz unutmasligimiz kerak. Fattaqulloha va aslihu zata baynikum. Allohdan qo'rqinglar va o'zinglarni o'ngshanglar isloh qilinglar dedi. Öz nafsimizni isloh qilamiz. Qanday isloh qila olamiz nafsimizni? Agar bilmasak, na'ning kasal bor ekanligini, qanday kasal bor ekanligini, kasalning na'da ekanligini bilmasak, na'da buzilib ketayotganligimizni bilmasak, taqsirotlarimizni, kamchiliklarimizni bilmasak, qanday isloh qila olamiz? Bilganda isloh qila olamiz. Chuqum uning kirlarini, uning masala chiqqan, chatoq chiqqan yani bilishimiz kerak. Muxolifat qilayotgan yerlarimizni bilishimiz kerak. Ma'rifat asos bu yerda ham qadrli qarindoshlar. Ma'rifat asos. Bu demak kimiki bu shaklda o'zini paklagan bo'lsa, o'zini shu o'zlik xatolikni oldi bilan kashf qilib, aniqlab chiqib, uni tuzitib, go'zal yo'lga selib mangan bo'lsa, bu inson, bu mu'min haqiqatan Allohning Muhaymin ismini o'ziga o'zlashtirgan, o'zida yaratgan, o'zida yashatgan mu'min bu qadrli qarindoshlar.